Xullas, men o'zim uchun challenge qilganman. 1 oy davomida zalga chiqaman. Dietaga rioya qilaman, faqat sog'lom ovqat yeyman, gazirovkasiz, shirinlik ilasiz. Rezultatni ko'ramiz. Men o'zi avvaldan jismoniy aktivlik bilan shug'ullanib kelaman. Yugurishni yoqtiraman hamda imkon qadar piyoda ko'proq yurishga harakat qilaman. Tabiiyki, shu sabab menda ortiqcha vazn yo'q. Lekin men tanamga jiddiyroq qarashga qaror qildim. Iloji boricha tanamdagi yog' massasini haydab, o'rnini oqsil, ya'ni mushak massasi bilan to'ldirishga qaror qildim. Zalga oldim. Meni ko'rinishim hozir shunaqa. Vес o'lchaymiz. 84.2. Hozirda tanam 84.7 kg tashkil qiladi. Bu noyabrning boshida o'lchagan vaznim, ya'ni 1-noyabrda o'lchaganim. Challenge oxirigacha bo'lsa 80 kg-gacha tushirmoqchiman. Natijani oxirida ko'ramiz. Trenirovka jadvalim: birinchisi gorizontal yotib shtangada ko'krak mushaklariga ishlash. Ikkinchisi gantel bilan yotib ko'krak mushaklariga. Uchinchisi babichka. To'rtinchisi standart ko'rinishdagi bitsepga ishlash. Beshinchisi shuni boshqacharoq ko'rinishi, o'tirgan holatda. Oltinchisi bo'lsa giperekstenziya. Belga juda ham foydali va ancha effekti yaxshi bilinadigan upражнение. Yettinchisi bo'lsa qanot uchun Tiago bloka grudi. Sakkizinchisi xolos shu mashq. To'g'ri, trenirovочный planda kamchiliklar bor. Misol uchun, oyoq mashqlari umuman yo'q. Hozircha. Lekin keyingi oydan qo'shmoqchiman. Nimaga bunaqa xotirjaman oyoqlarimni? Chunki oyoqlarimni mushaklarining hajmi meni qoniqtiradi hozircha. Endi xudo xohlasa yangi yildan keyin oyoq mashqlariga ham o'tishni boshlayman. Va yana bitta kamchilikmi yoki yo'q bilmadim, full body ishlashim. Ayni bir kun, ayni bir mushak uchun ishlamayman. Shu sabab 8 ta upражнениyani hafta davomida 3 marta qilib boraveraman. Qayta. 3 oydan beri shunaqa. Bu bo'lsa Sardor aka, zalimizning egasi. Shu yerda trener. Dushevniy bir. Sardor akam. 2 og'iz maslahat: birinchi o'chirt to'g'ri ovqatlanish kerak, ikkinchi o'chirt peshoy davobga qo'yish kerak, uchinchi o'chirt uyqu joyida bo'lish kerak. Stress bo'lish kerak emas. Stress bo'lsa sразу muskul pastga oqib ketadi. Ya'ni muskul o'smaydi. Keyin stabilniy, ya'ni trenirovkalarni o'z vaqtida qilib, stabilnostni qo'yib borish kerak. Qaysi payt trening qilish masalasida? Endi uyqu zo'r paytda, qanaqa uyqu 8 soat uxlab bo'lib, keyin kelib trening qilsa bo'ladi. Ana 5 soat, 4 soat uyqu bo'lib zalga tushsa, yuragi nagruzka o'sish ham bo'lmaydi. Trenirovkani misol 5 yil davomida odam qilib yuribdimi, 1 oy qoldirsa yana 0 dan boshlagandek bo'ladi. Pastga tushib ketadi. Bu shunaqa nebalagarni sport. Bunga faqat mehnat, stabilnost kerak. 10 kun qoldirsa ham o'sha 100 kilo ko'tarayotgan bo'lsa, pastga tushib ketadi, 50 kiloni zo'r ko'taradi. Xo'p, ko'rishamiz. Qo'shimcha qilmoqchi emasman, hammasini Sardor aka chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Birinchi trenirovka tugadi. Hozir formamni ko'ramiz. Ни рыба, ни мясо, да?
Toshkentda noyabr oyining asosiy qismi juda kuchli changli havo bilan o'tdi. Shu sabab aktiv ko'chada piyoda yura olmadim. Faqat havo tozaroq kunlar chiqdim. Bugun 5-noyabr. Kuni bilan ishladim ofisda. Peshkom yurgan chiqdim. Ko'chada 0 gradus. Mana shunaqa 5 tekis. Kaloriyasi kam, kechqurunga вообще zo'r tanlov. Oson hazm bo'ladi и sложный uglevodlari bor. Mana shu joy. Sarvar o'rtog'im bo'lsa, taxminan o'sha taraflarda turadi. O'zim ham bu joyda yugurardim ko'p. Metrostroy degan joy. Nozida joylashgan, o'sha domlarning orasida. Bu yerda katta stadion bor. Hozir qurigan, конечно, но bahor yozda juda ham yashil bo'ladi, bu yerda ko'p futbol o'ynashadi. Mana shu stadion bo'ylab yuguraman. 15-20 krug. Undan tashqari bo'lsa, mana bu yerda suv o'tgan. Suvning atrofida ham yuradigan, yuguradigan joylar bor. Zalga chiqishadi. Misol, men o'zim shunaqa qilaman. Kun issiq bo'lgan paytim, misol uchun zalda 1 soat trenirovka qilaman, 1,5 soat trenirovka qilaman. Chiqaman, yarim soat bu yerda yuguraman yoki yuraman yoki qanaqadir nima deydi? Shu fizический, jismoniy aktivlik bilan shug'ullanaman. Birinchidan mышцаga nagruska berasiz. To'g'ri питание qilsangiz, конечно, mышца o'sadi. Bundan tashqari keyin kaloriya yoqasiz. Bu degani ortiqcha kun davomida yegan ortiqcha narsalaringiz yoki bo'lmasam zaxirangizdagi kaloriyalarni yoqish bilan band bo'lsangiz bo'ladi. Bu yerda shunaqa jismoniy muhit shakllangan. Kстати, bu yerda turnik, brus, kim agar zalga chiqmasa, bu yerda bor turnik, brus. Basketbolniy plashatka bor. Xolos, muhit yaxshi. Har trenirovka kunini video qilishdan ma'no yo'q, shu sabab natijaga o'tamiz. Вот, bu mana уже 22-kundagi ko'rinishim. Set nimaga bu tarafga yoqmaganman. Просто kontrast bilinishi uchun. Teng soya orqali. Уже sezilarli. Bilmadim bu videoda qanaqa ko'rinadi, lekin mana o'zimga natija yoqdi.
Men hech qanaqa sport dobavkalarisiz, ya'ni protein, kreatin, BCA va boshqa narsalar iste'mol qilmadim. Shu paytgacha qilmaganman ham. Rutinamni o'zgartirdim. Ya'ni kun davomida yeydigan ovqatlarimda oqsilni miqdorini ko'paytirishga harakat qildim. Va albatta tvorog, grudkadan olishga harakat qildim. Keyingi oylardan protein va kreatin iste'mol qilib shug'ullanmoqchiman. Bugun yakshanba 23-noyabr soat 7:30. Men Abdurahmon aka bilan botanический sadda yugurgani keldik. Va'da berib qo'ygandim o'sha kaldan qursa. Bo'lmasa kelmasim, o'lay. Shuncha odam. Mana shu odam. Shapkali. Bu Abdurahmon aka, haqiqiy zver. Kamposhkamizdagi yagona 42 kilometr yugurgan odam, sotsiofob, paxir va yaxshigina narsis odam. Mana shu odam bo'ladi. Uzr. Yaxshi, Abdurahmon aka, nima gap? Mana shu odam to'g'ri bo'ladi, qarang. Qilib noyabrning boshidan beri mazalga 9 marta chiqqan bo'lsam, tanamdagi o'zgarishlar sezilarli, o'zim uchun sezilarli, lekin bir oyda вообще слишком колоссальный natija qilib yuborish iloji yo'q. Shu uchun слишком ultra mega super rezultat kutmanglar. O'zgarishlar lekin bor, seziladi. Men doim post qilib ko'rsataman, baribir videoning oxirida. O'shanda ko'rsa bo'ladi. Birinchi o'chirda 84,5 kilogramm bo'lgan bo'lsam boshida, va hozir 82 kilogramm. 82 kilogramm bo'lsam 2,5 kilogramm vес mendan ketgan, da, mышечный massa ham ketgan, lekin buni ketgan massaning asosiy qismi bu yog'ni tashkil qiladi. Men o'zim ancha yengil his qilaman. Umid qilamanki, уже shu yana bir hafta ichida men 1 yoki 2 kilogramm vazn tashlashim mumkin. Dietaga yana qat'iy rioya qilsam, конечно. Xullas, bugun oxirgi kun. Oyning oxirgi trenirovkasi. Rezultatni ko'rsataman. O'ylaymanki, ancha o'zgarish bor.
Natija shunaqa. Kameraga uncha bilinmas, lekin o'zimni organizmimda ancha o'zgarish sezildi. To'g'risini aytsam, 100% dietaga rioya qila olmadim. Joy keldi kola ichdim, joy keldi shirinlik yedim, burger yedim. Lekin odatdagidan ko'ra ancha kam va harakat qildim ortiqcha kaloriyalarni yoqib yuborishga. Ishonch bilan ayta olamanki, dietamga taxminan 75% atrofida rioya qila oldim deb. Keyingi transformatsiyaga oid video yanvarda bo'ladi. Rezultatlarni har oy berib boraman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentda fikringizni qoldiring, Instagramda share qilsangiz va xursand bo'lardim. Hammaga rahmat kattakon.